Assalomu alaykum. Shu retseptni topgunimcha medovilarim hech ham o'xshamasdi. Yumshoqqina va baland bo'lib chiqadigan medovi retsepti bilan siz bilan ham bo'lishaman. Tuxum bilan shakari yaxshilab venchikda ko'pirtirib olamiz. Sodani oksizda o'ldirib, uni ham tuxumga qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Chuqurroq tovada asalga soda solib, yaxshilab aralashtirib turib qizartirib olamiz. Keyin margarin qo'shib eritib olamiz. Sekin-asta tuxumli massaga qo'shib olamiz. Unimizni qo'shib, videoda ko'rsatilgandek massaga keltirib olamiz. 4 bir xil idishga yog'lab olib, xamirimizni teng to'r bo'lakka bo'lib olamiz. 30 minutga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Ungacha krem tayyorlaymiz. Tuxum bilan shakar yaxshilab aralashtirib olamiz. Un vanilin qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Sut qo'shib olovda quyilguncha tinmasdan aralashtirib turamiz. Quyilgach sovutganini olib qo'yamiz. Xamirimizni tegi yog'langan listga qo'limizdan ozgina unlab turib, sekin-sekin bosib bir tekisda yayib olamiz. O'rta olovda 4 talasini pishirib olamiz. Krem sovigach, xona haroratidagi saryoni yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Krem bir qoshiqdan qo'shib ko'pirtirib olamiz. Qo'shlarimizni chetlarini bir tekisda kesib olamiz. Bo'laklarni yaxshilab maydalab olamiz. Orada shu bo'laklari bilan bolalarimizdan xursand qilamiz. Videoga ham like bosamiz. Qo'shlarimizni kremlarni surib, medovimizni terib olamiz. Endi ustiga maydalagan qo'shlarimizni sepib olamiz. Salfan bilan yopib 6 soatga olib qo'yamiz. Yoqimli ishtaha. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.